Bugun 2025-yilning oxirgi kuni va yangi yilni, ya'ni 2026-yilni o'rtalarim bilan birga nishonlashga get ready with me. Tegimga mana bunaqa yubka kiyaman. Ko'ryaptimi-yo'qmi bilmadim. Mana bunaqa bolее такой yangi yilni vibe'ini beradigan такой yaltir yulturi bor yubka. Mana shunaqa ko'rinishda. Yomon emas. Tegidan shortik ham kiyib oldim, chunki bu yubkani o'zini shortiga yo'q edi. Ustimga esa mana bunaqa bejevый rangdagi такой kofta rubashka emas, более koftani kiyaman. Mana shunaqa ko'rinishda, vроде yomon emas. To'g'risini aytsam, bu bilan yana bitta koftani o'rtasida o'ylandim. Nega buni tanlaganimning yana bitta sababi bor. Chunki mana bunaqa zakolochka ham taqib olamiz. Mana qaranglar, ribon, o'zi ribon и plus mana bunaqa ribonchasi bor. It's so cute. Mana shunaqa qilib sochimni yig'ib oldim. Вроде yomon emas. Orqasini qaranglar. Chiroylimi? Endi aksessuarlarni taqib olsak bo'ldi. Buni уже taqib olganman. Soat ham taqib olamiz. Rovna 12 bo'lishini ko'rish uchun. Bo'ynimga ham taqib oldim. Hozir o'ylayapman, mana shu ikkita zirena o'rtasida qaysi birini taqsam ekan? Buni taqsammikan? Buni taqsammikan? В конечном итоге вообще рандомный. Umuman boshqa zire tanladim. Mana shunaqa tushib turadigan bo'ynimdagini o'rniga yechib tashladim. В принципе, почти bo'ldim. Faqat kerakli narsalarni olib olishim kerak. Ikkita pomada olaman. Главное помадalarim. Наушники, кошелек. Dухи olamiz. Mana jonajon YouTube'dagi podpischikalarim uchun ham vlog olmoqchiman, o'shaning uchun. Уже olishni boshlaganman. Bugun 2-kun. O'shaning uchun kameramni ham olamiz. Hozir nimaga pagodaga qarasam, -7mi, 8, lekin feels like, ya'ni his qilinishi -15 ko'rsatyapti. Oh my god. O'shaning uchun mana shunaqa hot pack, issiq pack olaman. Get ready with me da ishlatadigan korobkamni otib yubordim. O'shaning uchun hozir korobkam yo'q, oyoq kiyimimni ko'rsatishga. O'rtalarim bilan yangi yilim qanaqa o'tganini bilish uchun esa obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.